tadbirimizdan maqsad O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki va banklarni nazorat qilish organlari hokimiyat tomonidan Prezidentimiz qarorini tanishtirib o'tish hamda kiber xavfsizlik choralarini ko'rish maqsadida topshiriq berilgan hokimiyatdan markazdan ularning ijrosini ta'minlash uchun har hafta hech bo'lmasa 4-5 ta tadbir ko'radi. Moliya soliq qonuni bo'yicha savol javoblarni o'rganib, ta'kidlarni o'rganib, kiber xavfsizlik bo'yicha tushunchalar berish topshirilgan. Bunda asosan bank sohasida vujudga keladigan kiber xavfsizlik jinoyatlari yoki boshqa masalalar bo'yicha nimadir savol bo'lsa, ta'kidlar bo'lsa, shularni o'rganish va ular ogohlantirish sifatida aytib o'tish. Hozirgi kunda kiber xavfsizlik bo'yicha bank sohalarida plastik kartalardan pul yo'qolishi, xalqaro pul o'tkazmalari tomonidan pullarni yechib olinishi yoki boshqalarning nomiga kredit rasmiylashtirilishi, keyin omonat hisobnomalardan pul yechilishi kabi muammolar kelib chiqyapti. Buni oldini olish maqsadida asosan kiber xavfsizlik tashkilotlari tomonidan o'rganilganda bank tomonidan har bir ilova tomonidan SMS kod beriladi yoki maxsus raqam beriladi. O'sha maxsus raqam uchinchi shaxslarga, begona shaxslarga yetib borish natijasida ko'p muvozanatdan ozod bo'lib qolmoqda va bunda asosan xalqaro pul o'tkazmalarida chetdan pul tashlaganda chetdagi pul raqamda har bir ilovadan 9 talik, 10 talik, 10 talik davlatlarga qarab kod beriladi. O'sha kodni siz biz mijozlarimiz haqida Telegramdan rasmiy tushirib tashlab beradi va u eng ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan usullardan hisoblanadi. Bu bitta Telegram bo'ladigan bo'lsa, Telegram boshqa kimgadir ulab borish ehtimoli juda katta bo'ladi. Bu pulni u mijoz borguncha bankdagi tanishlar orqali yoki o'zining yuz ko'rsatishi o'xshashidan foydalanib yechib ketish ehtimoli ko'p bo'lyapti. Keyin bank tomonidan telefon qilindi, bizga elektron ma'lumotlarni so'ragan paytda aytdim degan muammolar bo'lgan. Bank hech qachon o'zining mijoz haqidagi ma'lumotlarni mijozdan so'ramaydi. Chunki ichki ishlar tizimi bilan alohida integratsiyalashgan baza bo'ladi. Ma'lumotlar avtomatik yangilangan payti, agar pasportingiz hammasi ham ma'lumot yangilangan payti avtomatik o'ziga ega, ega. Keyin sizda pasport ma'lumotlaringiz tug'ilgan yilingiz bo'lib, boshqa identifikatsiya qilinayotgan payti manzillaringizga to'liq boriladi va bundan hech qanday ma'lumotlar so'ralmaydi, SMS kod so'ralmaydi, boshqa so'ralmaydi. O'shaning uchun mehnat bo'lishlari so'raladi. Keyin bank kreditlarni tavsiya qilish, bankda hozir imtiyozli kreditlarimiz 18% dan 62 qarorni mantiqiy davom sifatida 200 so'm qaror bo'yicha harakatga murojaat qildi. Bunda oldin 62 qaror bo'yicha imtiyozli kredit 18% dan beriladi, maksimum 7 yil muddatgacha 2 yil imtiyoz davrini. O'shanda oldin 100 million so'mgacha sug'urta ta'minoti bilan ta'minlanardi. Hozir bu sug'urta ta'minoti muammo bo'lib, ko'p qaror bilan ta'minlanishi yangi qaror bilan tasdiqlandi. Endi moliya taqdimotdan qolgan 18% kreditdan foydalansa bo'ladi. Mana bir savollaringiz bo'lsa, berishlaringiz mumkin. Bunda boshqa kreditlardan farqi bu bizning qarori bor. Bu yoshlar ish o'rni loyihasi bo'yicha ishlab chiqarilgan qaror hisoblanadi. Bunda asosiy maqsad yoshlarni ish bilan ta'minlash. Ya'ni siz ishlab chiqarish, savdo, xizmat ko'rsatishni rivojlantirishga kirib oldingiz, bunda siz yoshlarni ishga olishingiz talab qilinadi. Oldingi 62 qaror bo'yicha faqat 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan shaxslarga beriladi. Ta'sisdagi aktiv bo'lsa 18 yoshdan 30 yoshgacha. Agar NGJ bo'ladigan bo'lsa 100% hamma ta'sislar 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lish sharti bor. Hozir to'xtab 210 qaror bo'yicha ta'sislar, rahbarlar 18 yoshgacha bo'lish shart emas. Faqat ular olayotgan ishchilar 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lish shart degan
talablar bor. Ularga har oyiga kamida 2600 ham bir oylik to'lov qilinishi sharti belgilab qo'yilgan. Bu asosiy qarorning maqsadi yoshlarni ish bilan ta'minlash. Men savollar bormi? Yosh studentlarga ham kredit berilamiz. Yosh o'qiydi faqat. bular bunda tadbirkorlik faoliyatini boshishi kerak bo'ladi yoki jismoniy shaxs tomonidan beriladi, biroq o'zini band qilib olishi mumkin. Jismoniy shaxsda o'zini band qilish yo'nalishlari bor. 91 tani shunaqa. 113 tadan tushdi. Ba'zi parrandachilik, chorvachilik degan sohalar ularda ba'zi pulni o'zlashtirish holatlari bo'lgani uchun, noqonuniy holatlari bo'lgani uchun shu yo'nalishlar chiqarib tashlandi. Bunun bo'yicha boshqa yo'nalishlar qo'yildi. Keyin gap katta tadbirkorlarda 81 tani yo'nalish bor. O'sha yo'nalishlarga sabablar kelishib boryapti. Agar o'zini band qilish bilan olinadi yoki kafil so'raladi yoki birgalikda qarshi oluvchi, ya'ni agar o'zining ish haqi daromadi yetmagan taqdirda o'ziga qo'shimcha qarzlar qo'shib qolishi mumkin. Yaqin qarindoshlarda yoki qarindoshlarda. Katta rahmat sizlarga.